Hammaga salom. Bugun biz birgalikda Akara Smart qulufi U300 modelini birgalikda ko'rib chiqamiz. Komplektida nimalar chiqishi, o'rnatilishi va telefonga ulashni o'rganamiz. Ko'rib turishinglar mumkin, komplektida barcha kerakli bo'lgan aksessuarlar, samarezlar, kalit va batareykalargacha chiqadi. Instruksiya bo'yicha hozir birgalikda o'rnatilishini ko'ramiz. Agar sizlar eshikni endi buyurtma berayotgan bo'lsanglar, xuddi shu razmerlar bo'yicha teshikni ochtirishinglar kerak, chunki aksessuarlar mana shu razmerlarga joylashtiriladi. Qulfimiz ham ko'rib turishinglar mumkin, kengaytirishimiz ham mumkin. Agar sizlarda eshik kattaroq bo'lsa yoki uzoqroq joyda joylashtirmoqchi bo'lsanglar, kengaytirib, kamaytirishinglar mumkin bo'ladi. Mutaxassisni chaqirsanglar, bu joyda qiynalmaysizlar. Agar tayyor teshiginglar bo'lsa, ko'rib turishinglar mumkin, instruksiya bo'yicha o'rnatib, samarezda qotirib olasizlar. Tashqi qismiga o'rnatiladigan qismi ham bor, ko'rib turishinglar mumkin. Uni ham xuddi shu instruksiya bo'yicha o'rnatib olasizlar. Endi qulfimizga qaytamiz. Ikkita qismdan iborat, tashqi qismi va ichki qismi. Ikkalasini ham joylashuvini o'zgartirishinglar mumkin. Chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga eshik ochilishiga qarab o'zgartirgan holda o'rnatishinglar mumkin bo'ladi. Bu bitta samarez bilan samarezni bo'shatgan holda o'zgartiriladi. Videoda ko'rib turganinglardek, o'zingizga mos poложениyani qo'yganingizdan keyin eshigingizga o'rnatasizlar. Tashqi qulfni ko'rib turishinglar mumkin. Bu yerda ekrani bo'ladi. Ekran yordamida parol, отпечаткаga ham joyini ko'rdinglar. Tashqi qismiga o'rnatasizlar. Ichkari qismga esa mana shunaqa plastmassasini bolt yordamida qotirib olasizlar. Tashqi qismga qotiriladi va undan keyin ichkari qismga o'rnatiladigan qulfimizni shtaker yordamida bir-biriga ulab olamiz va ehtiyotkorlik bilan buni ham qotirib qo'yamiz. Agar sizlarda montajda qanaqadir qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bizga bog'laninglar, mutaxassislarimiz yordam berishadi. Agar sizlar o'zingizlar o'rnata olmasanglar, bizani o'rnatish xizmatidan foydalanishinglar mumkin. Bu qulfimizda batareyka yordamida ishlaydi. Ko'rib turishinglar mumkin. 4 ta batareykani o'rnatib olamiz, komplektida chiqadi. Batareyka 1 yildan oshiq ishlab beradi. Telefonga ozgina qolganda zaryadi, уведомление keladi. Ko'rib turishinglar mumkin. Qulfimiz o'rnatildi. Endi telefonga ulaymiz. Yon qismda Akara QR kodi bor. Bizga Akara ilovasi kerak bo'ladi. Uni o'rnatib olganingizdan keyin skaner qilasizlar yoki endi birinchi marta o'rnatayotgan bo'lsanglar, qulfimiz avtomat tarzda bosh menyuda chiqishi mumkin. Qulfimizni mana instruksiya bo'yicha ketma-ketlik bilan hozir qo'shib olamiz. Parol kirgizamiz. Undan keyin отпечатка, uni nomini o'zgartirishimiz mumkin. Oila a'zolaringlarni qo'shadigan bo'lsanglar, ulangandan keyin ko'rib turishinglar mumkin. Avtomat tarzda Apple Home ga o'tkazyapti. Apple Home yordamida sizlar iPhone'inglar bo'lsa, elektron NFC yordamida qulfni ochishingiz mumkin bo'ladi. Metr yordamida biz ulab oldik. Eslatib ketaman, bu qulfimizga hub kerak bo'ladi. Agar hub nimaligini bilmasanglar, bizning YouTube kanalimizda videolar bor, ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Hub yordamida sizlar distansion qulfni boshqarishinglar mumkin bo'ladi. Apple Home ga ham biz ulab oldik. Apple Home yoki Akara Home yordamida endi boshqarishimiz mumkin. Qulfni quyida aytganimdek barcha funksiyalardan bittasida ochishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarda qiyinchiliklar tug'ilgan bo'lsa, bizga bog'laninglar, sizlarga yordam beramiz.